Assalomu alaykum aziz gulshodalar, shuvallam kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Fatina gulini ekamiz. Endi xudo xolasa, hop, hozir mana joy tayyorlab oldik gulimizga. Hozir buni ichiga grunt solamiz, keyin Fatina gulini ekamiz. Bu Fatina guli yaqinda keldi, endi keldi. Shuning uchun haligi tagi qurib ketgan, barglari so'linqirabroq turibdi. Hozir ekkanimizdan keyin suvlarini berib vaqtida qarab tursa, xudo xolasa juda ham chiroyli gul hisoblanadi. Shunaqa qizarib, ranglari qizg'ish tusga kiradigan bittasi mavsumlik. Bunga xohlaganingizcha shakl bersangiz bo'laveradi. Bemalol quyoshdagi, yarim soyali joyga eksa bo'ladi. Fatina gullari juda ham chiroyli. Rangi, barglari o'zgachaligi uchun, rangligi uchun juda ko'pchilikda qiziqish uyg'otadi. Bunga xohlagan shaklingizni berib, shakl berib tursangiz bo'laveradi. Hozir buni maxsus sadoviy tuprog'im bor. To'fli shu tuproqqa ekib olaman. Iloji boricha sizlar shunaqa to'fga ekinglar yoki perlit vermikulit biagumus aralashmasiga eksalaring, gulda ozuqa yaxshi yetib boradi. Gulda ildizi yaxshi rivojlanib, tez oson moslashib ketadi. Agar mabodo sizlarda yo'q bo'lsa, ekayotgan sharoitlaringda yo'q bo'lsa, oddiy yerga ham eksalaring bo'ladi, faqat yerlaring yaxshi bo'lishi kerak. Agar go'nglar yoki solinmagan bo'lsa, qattiq yer bo'lsa, iloji boricha tagiga ozroq xazonlar bo'ladi-ku, misol barglarda cho'mgan bo'lishlari mumkin yo boshqa. Shundan ozroq tagiga sovaringlar, shunda gullaring xudo xolasa yaxshi o'sib rivojlanadi. Hozir men sizlarga oxirgi jarayonni ko'rsataman, ekilgan jarayonini. Mana gulimiz ildizlari yaxshi, juda chiroyli holatda. Bundan hozir sotuvda bor. Hozir videomizni yaqin orada ko'rayotgan bo'lsalaring, sotuvda bor. Hozir mana ildizlari zo'r bo'lsa bo'ldi. Endi buni hozir tumamiz chuqur bo'lib ketibdi. Endi buni tagiga to'f solib, yuzakroq mana shu qismgacha tuproq ekilgan joygacha ko'msa yetadi. Undan chuqur ekishimiz shart emas. Mana hozir tagiga to'fli aralashmamizdan soldim. Mana chiroyli qilib, mana yer yuziga yaqin joylashtirdi gulimiz. Mana ko'rib turibsizlar, yer bilan bir xil. Juda chuqur ekib olmaylik. Endi tepasiga o'sha oddiy o'zimizni yer tuprog'imizni shuni solib qo'yaveramiz. Mana tepasini yopib oldi. Endi bunga yaxshilab ko'pgina suv quyamiz. Suv quyganimizdan keyin har kuni 2 mahal ertalab va kechqurun suv quyib turamiz. Keyin yangi barglar chiqargandan keyin suvni kamaytirsak bo'laveradi. Chunki yerga moslashib olish kerak. Bu gulimiz o'shaning uchun suv qanchalik ko'p berib tursangiz, yerga shunchalik yaxshi moslashadi. Keyin buni ko'pchilik gulda ekkandan keyin suv quyadi. Meni odatim gulni birinchi sug'orib olib, yaxshilab keyin ekib turib, ekkanimdan keyin tepasidan suv beraman. O'shanda meni odatim bu. Shunda yaxshi o'sib moslashib ketaveradi gulim. Ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu gulimiz bemalol sovuqqa chidaydi, hovli guli hisoblanadi. Qishda ustini yopishish shart emas. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Xudo xolasa bundan keyin yana yangi video ma'lumotlar chiqarishga harakat qilamiz. Albatta bilimimiz yetgan darajada. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.